Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Demokratiya və kişilik hüquq qəhrəmanı, irqi qırğınçılıqqa duçar bolayotgan Sharq Turkiston xalqining sodiq qo'llovchisi və səmimi do'sti Yaponiyaning sobiq bosh vaziri Shinzo Abe efendimning 8-iyul kuni qurolliq suiqasdga uchrab hayotidan ayrilganligi munosabati bilan butun erkin dunyo xalqi, jumladan muhojiratga Uyg'urlar ig'ir motam tutib o'zlarining Shinzo Abe efendimiga bo'lgan cheksiz hurmatini ifoda qilayotgan bir paytda bir o'chim axloqsiz Xitoylarning Shinzo Abe efendimning o'limini qutlab ziyofatlar o'tkazishi va Yaponiya xalqiga til haqoratlar yog'dirishi xalqaro jamoatchilikning qattiq nafratini qo'zg'adi. Xitoyning ijtimoiy taratqularida keng tarqalgan ko'rinishlardan ma'lum bo'lishicha, ko'plagan Xitoy restoranlari Shinzo Abe efendimning o'limini qutlab maxsus lozunkalarni esib haqsiz tomoq tarqatgan. Ya'ni ko'plagan Xitoylar ziyofatlar o'tkazib Shinzo Abe efendimga va Yaponiya xalqiga ig'ir til haqoratlar yog'dirgan. Hatto ba'zi Xitoylar haddidan eshib, Yapon erlarining hammasini qirib tashlab, ayollarga bosqinchilik qilishimiz lozim deb chalvo qilgan. Kuzatuvchilar Xitoylarning Shinzo Abe efendimga bu darajada nafrat qilishining asosiy sababining uning Uyg'ur va Tibet xalqiga ega chiqishi va har qatim Xitoy rahbarlari bilan ko'rishganda Sharq Turkiston va Tibetdagi kishilik huquq masalasini alohida tilga olish ekanligini bayon qilishmoqda. Yaponiyaning sobiq bosh vaziri Shinzo Abe efendim Uyg'urlar masalasiga yaqindan ko'ngil bo'lib kelgan shaxslarning biri bo'lib, u mayli bosh vazirlik vazifasini o'tayotganda bo'lsin yoki istifa bergandan keyin bo'lsin, Xitoyning shuncha kuchli besimi va noroziligiga pisand qilmay Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Rabia Qodir, qurultayning navbatdagi raisi Dolqin Aysa, qurultayning sobiq muavin raisi Seyit Tumturk, qurultayning Yaponiya va Pasifik rayonidagi xizmatlarga mas'ul sobiq alayda vakili Ilhom Mahmud, Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdukerim Abdurahmon qatorliq ko'plagan Uyg'ur siyosiy faoliyatchilari bilan ko'p qatim uchrashuv va suhbatlar ilib berib, o'zining Sharq Turkiston xalqiga bo'lgan qo'llashini ochiqcha ifoda qilib kelgan va bu sababdan Xitoyning ashaddiy dushmaniga aylangan edi. Shinzo Abe efendimning vafoti munosabati bilan BDT, Yevropa Ittifoqi va ko'plagan demokratik ellar bayroqni yerim tushirib ta'ziyasini ifoda qildi. Qurbon hayitining birinchi kuni Yaponiyadagi bir qism Uyg'urlar hayit namozidan keyin Shinzo Abe efendim qasd kuchirgan Yaponiyaning Nara shahridagi naq maydonga berib gul chechak tizib o'zlarining hurmat va qayg'usini ifoda qilishdi. Shinzo Abe efendimning o'limidan xuddi Uyg'urlarga o'xshash cheksiz azoblangan Tibetliklarmi Hindistonning Darussalom shahrida Dalay Lamaning riyosatchiligida Shinzo Abe efendimning ro'yiga atab maxsus nom dastur o'qidi. Ko'plagan Uyg'urlarmi Shinzo Abe efendimning buddist bo'lishi qarmay uning ro'yiga atab duo tilovat qilib Allohdan marhumiga jannat va oilasidagilarga sabr tilashdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa efendim Shinzo Abe efendimning vafoti munosabati bilan matbuotlar qilgan so'zida Shinzo Abening 2008-yil Xitoyning sobiq davlat raisi Hu Jintao bilan ko'rishganda Uyg'urlar masalasini tilga olganligini, u yillarda Uyg'urlar masalasining texi davlat darajalik rahbarlar orasida tilga ilinib boqmaganligini, buningdan Shinzo Abening Uyg'ur masalasiga burundan tortib qanchalik ko'ngil bo'lib kelganligini ko'rib olishga bo'lganligini ta'kidladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Shinzo Abening vaqtsiz o'limi munosabati bilan e'lon qilgan ta'ziya bayonotida uning demokratiya va kishilik huquqiga haqiqiy ishonadigan va bu universal qimmat qarashni hamisha tashviq qilgan bir siyosiy ekanligini, uning Yaponiyaga rahbarlik qilish jarayonida Yaponiyada muhim islohotlarni ilib berib, demokratik qimmat qarashni kuchaytirib, dunyoning tinchligi va muqimligiga to'kib qo'shganligini muayyanlashtirdi. Qurultayning bayonotida mundaq deyilgan: Yaponiya va boshqa joylardagi Uyg'urlar uning Yaponiya va xalqarodagi Uyg'ur ishlarini ilgari surishga qo'shgan qimmatli to'kpisidan minnatdor. Dunyo Uyg'ur qurultiyi uning ulug' xizmatlarini va siyosiy hayotida qo'g'dagan prinsiplarini davomli asli saqlaydi. U dunyodagi Uyg'ur jamoatining ittifoqdosh sifatida har doim aslandi. Muhojiratdagi bir qarindishimiz Uyg'ur xalqining Yaponiyadagi homiysi va qadrli do'sti Shinzo Abening vafoti munosabati bilan tövəndiki ta'sirlik misralarni yezib qoldirdi. İnsanlık şanida bir tog' idingiz, samimiyat sap yurak sungan idingiz. Ah bugun ayrildik sizdan vaqtsiz, ta abad o'chmaydi shalliq izingiz. Gulchuchak purkangay qabringizga, oltin ham teng kelmas qimmatingizga. Adolat uyg'onib yo'risi olam, dunyo ham yetkusi qadringizga. Uyg'urning chin do'sti insonlik faxri, bir o'tliq muhabbat adolat jismi. Asrlar ruhingiz bizlarga hamro, eslaymiz so'ygida abadiy sizni. Dunyoning har qaysi ellarida yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz cheksiz qayg'u, azob, g'ashlik va ma'yuslik ichida qurbon hayitni kutib oldi.
Het namazdan keyin vatandagi urug' tuqqanlarning tuproq beshini ziyorat qilishdan va ota-onalarini patilab ularning hetini muboraklashdan mahrum qolgan qarindoshlarimizning o'zlarini bu azobli kunlarga qoldirgan mustabid Xitoy hokimiyatiga bo'lgan g'azab nafratini hassalab oshirdi. Muhojiratdagi Uyg'urlar eng ko'p o'ltiraqlashgan Qozog'istondagi Uyg'urlar het namozlaridan keyin marhum milliy ustozlarimizdan G'ani Batur, Ziyo Samidi, Abdurob Maqsum, Yusufbek Muxlisi, Hashir Vahidi, mustaqillik shahidimiz Dilbirim Samsaqova va Sharq Turkiston milliy armiyasining Qozog'istonda vafot bo'lgan ofitser jangchilarining tuproq beshini ziyorat qilib, ularning va butun aziz shahidlarimizning ro'yi uchun duo tilovat qilishdi. Qurultayning Qozog'istondagi rahbarlaridan Qahramon G'ojanbardi va Erkin Ahmetov apandimlarning boshlamchiligida Qurultay markaziy organ tarafidan yo'llab berilgan qurbonlik Qozog'istonni qurbonlik qilish imkoniyati bo'lmagan qarindoshlarimizga tarqitib berildi. Qirg'iziston Uyg'ur ittifoq jamiyatining uyushtirishida Bishkek va Jalolobod shaharlarida va O'zbekiston Uyg'ur madaniyat markazining uyushtirishida Toshkent shaharlarida kollektiv hetlash faoliyatlari o'tkazildi va aziz shahidlarimizning ro'yi uchun duo qilindi. Dunyo Uyg'ur qurultayi uzun yillardan buyon Germaniyadagi Turk islom tashkilotlari va Uyg'ur qarindoshlarimizdan yig'ilgan qurbonlik pulini dunyoning har qaysi ellardagi qiyinchilik ichida qolgan qarindoshlarimizga yetkazib berishni izchil davomlashtirib kelgan edi. Bu qatımı yana necha yuzilgan qurbonlikni Afg'oniston, Pokiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Hindiston, Turkiya, Misr, Tayland qatorliq davlatlarga qarindoshlarimizga yetkazib berdi. Dunyo Uyg'ur qurultayining markaziy organ joylashgan Germaniyaning Myunxen shahridagi qarindoshlarimiz qurbon het namozni Uyg'ur masjidiga to'planib birlikda o'qidi. Namozdan keyin bir-birining hetini muboraklashgan qarindoshlarimiz Dunyo Uyg'ur qurultayining rahbarlarining boshlamchiligida qabristonlikqa berib, hozir qadar Germaniyada vafot bo'lgan 10 nafarga yaqin qarindishimizning tuproq beshini ziyorat qilib, ularning ro'yi va aziz shahidlarimiz uchun duo tilovat qilishdi. 10-iyul yakshanba kuni Dunyo Uyg'ur qurultayi diniy ishlar komitetining uyushtirishi bilan Myunxen shahrida yashayotgan yuzlagan qarindoshlarimiz bog'chaga to'planib kollektiv hetlash ilib bordi. Bu korona vabosi o'tirg'i chiqqandan buyon Myunxendagi Uyg'urlarning tunji qitim bir yerga jam bo'lib kollektiv hetlash faoliyati o'tkazishi bo'lib hisoblanadi. Qurultay raisi Dolqin Ayso apandim kollektiv hetlash faoliyatida qilgan so'zida, agar biz dunyo musulmonlarga o'xshash erkin va ozod holda heyitimizni qutluqlaymiz deydikanmiz, u holda cho'qim xalqimizga kelayotgan butun zulm va baloy ofatlarning tub manbai hisoblangan Xitoy hokimiyatining mustamlikasidan va bo'yin to'rqidan uzil-kesil qutulish uchun kurash qilishimiz va bu sharafli yo'lda butun fidokorligimizni ko'rsatishimiz lozim. Mana bu Sharq Turkiston xalqining birdan-bir chiqish yo'lidan iborat deb ko'rsatdi. Xitoyning jazo lagerlari tuzumini dunyoga pash qilishda intayin muhim rol o'ynab kelgan Gollandiyadagi jasur lager shohidimiz Qalbi Nursidiq xonim Qurbon het munosabati bilan e'lon qilgan videolik tabrikida mundaq deb ko'rsatdi. Assalomu alaykum, butun dunyodagi barliq Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar. Hammamizning ulug' Qurbon hayitiga muborak bo'lsin. Men jazo lager shohidi Qalbi Nursidiqdan sizlarga o'ttiq salom. Bu mübarek hayit münasebeti bilen bütün dünyadaki qarindoshlar Xitoyning jazo lagerlarida azob chekayotgan xalqimiz uchun duo qilishni unutmayli. Shundaqla Tayland va boshqa davlatlarda xatar ichida yashayotgan xalqimiz uchunmi duo qilayli. Ularni qutuldirish uchun barliq imkonlarni qo'llanib, bir niyat bir maqsadda harakat qilayli. 10-iyul kuni Romaniyaning poytaxti Buxarestda o'tkazilgan 22-ci navbatlik xalqaro parlamentarlar bexatarlik munbiri yig'iniga alohida taklif bilan qatnashgan Uyg'ur harkat tashkilotining qurg'uchi raisi Roshan Abbos xonim yig'inda qilgan so'zida Xitoy hokimiyati dunyo bexatarligi, demokratiya va erkinlik uchun zo'r bir tahdid deb ko'rsatdi. Romaniya davlat mudofaa ministri Honavil Popskuzning riyosatchiligida o'tkazilgan bu navbatlik yig'inga 61 davlatning parlament vakillari va har qaysi ellarning istixborot va bexatarlik mutaxassislari qatnashdi. Roshan Abbos xonim yig'in jarayonida har qaysi ellardan kelgan yuqori darajalik siyosiy va harbiy arboblarga Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik haqida tafsiliy ma'lumot berish fursatiga erishdi. Munbarda so'zga taklif qilingan Roshan Abbos xonim iqtisod jihatdan kundan kunga zo'rayotgan kommunist Xitoy hokimiyatining dunyo bexatarligi, demokratiya va erkinlik uchun zo'r bir tahdid ekanligini ta'kidlab o'tish bilan birga, xalqaro jamoatchilikni Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qarata rehimsizlik yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'sib qilish uchun jiddiy harakatga o'tishga chaqirdi. Qurbon hetining birinchi kuni
Yani 9 iyul günü Germaniyada aktiv faoliyat ötküzüyotgan Uyghur Medeniyet ve Ma'rif Birligining tarkibidagi Uyg'uriya ana til maktabining o'quvchilari Myunxen shaharlik hukumat tarafidan Myunxendagi eng asosli sayohat nuqtasi Mariam Platz maydonida o'tkazilgan millatlararo madaniyat faoliyatida Uyg'urlarning an'anaviy kiyim-kechak madaniyati va san'ati asosiy mazmun qilingan go'zal va sarxil san'at nomerlarini o'rindab maydondagi necha minglagan tomoshabinlarning qizg'in olqishiga erishdi. Mazkur madaniyat faoliyatida maydonga Uyg'urlarning madaniyati tunishtirilgan munbar qurildi va Uyg'ur madaniyat va ma'rif birligining mas'ullari va hay'at a'zolari tomoshabinlarga Uyg'ur madaniyati va Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi haqida ma'lumot berdi. Milliy bayramlik kiyimlarini kiyishgan o'smirlarimiz sahnaga chiqib mahorat ko'rsatganda bo'lsa, minglagan tomoshabinlar olqish yog'dirib, opirin o'qishdi. Bu qitimqi faoliyatni mahorat ko'rsatgan millatlar guruhi ichida eng zo'r olqishga sazovor bo'lgan Uyg'ur o'smirlar guruhi bo'ldi. Dünya Uyghur Qurultayının reisi Dolqun Aysa ve muavin reisi Farhat Yoronqash qatarlı qurultay rehberlerimi Vietnamımızdan yenip meydan kelip Uyghur ösmirlerimizge medet berdi. Naq meydandan istansimizning maxsus ziyaretini qabul qilgan Uyg'uriya ana tili maktabining mudiri Farida Niyaz ve Uyghur Medeniyet Ma'rif Birligining reisi Halima Abdukerim xonimlar o'zlarining yurak so'zlarini izhor qilib mundaq deyishdi. Mübarek olsun. Biz bugün Germaniyadagi Selfie Centrum München Muşu teşkilatının orlaştırışı bilen Germaniya Uyghur Medeniyet ve Ma'rif Birligi Uyg'uriya maktabidagi o'quvchi o'quvchilari Ma'rif Birligidagi xonimlar hammamiz bu yerga to'plandik. Bizning bugungi maqsadimiz Uyg'ur madaniyatimizni, bizningki naqsh usullarimizni, kiyim-kechaklarimizni Germaniyadagi jamoatga tanishtirishdan iborat. Biz hem Mişe'de özümüzdeki bir Uyghur sütüde yaşayotganligimizni, bizden mevcut ekanligimizni bildirish uchun bu yerga to'plandik. Rahmat. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hammamizning bugungi Qurban hayitimiz muborak bo'lsin. Allah hammamizni her joyda salomat aman qilsin. Rahmat Farhat efendim, yaxshi savollarni so'radingiz. Endi bizning bir oyning yoqi qilayotgan shu faoliyatimizning asosiy maqsadimiz xalqimiz, millatimiz og'ir zulm ostida turayotgan shunday bir sharoitda biz o'zimizni zulm ostida deb ko'rsatmasdan, biz Uyg'ur xalqi hozirgacha tirik yashayapmiz. O'z g'urur vijdonimiz bilan chet ellarda yegona turgan bo'lsak-mu, o'zimizning g'ururimizni yo'qotmay, o'zimizning madaniyatimizni, urf-odatimizni butun dunyoga tunishtirish orqali yosh o'smirlarimiz, go'daklarimizni, aqllilarimizni ona tili bilan o'zimizning milliy kiyim-kechak, urf-odatlarimiz bilan tarbiyalab yetishtirishni maqsad qilish orqali shu bir oyning yoki 3-4 qatim faoliyat olib beryapmiz. Bugun Qurban hayit munosabati bilan Myunxen shahridagi Selfie Centrumning o'rinlashtirishi bilan o'zimizning milliy usul naqshlarimizni, esil soz musiqalarimizni butun dunyo xalqiga tanishtirish uchun cho'ng tayyorlikda. Hammaga rahmat. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishayli. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.